19-bob giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlar. 270-modda taqiqlangan ekinlarni yetishtirish. Taqiqlangan ekinlarni ya'ni ko'knor yoki moyli ko'knor, kannabis o'simligi yoxud tarkibida giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bo'lgan ekinlarni qonunga xilof ravishda ekish yoki yetishtirish bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravardan 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat ilgari giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib o'rtacha kattalikdagi erkin maydonida sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat o'ta xavfli retsidivist tomonidan uyushgan guruh yoki uning manfaatlarini ko'zlab katta ekin maydonida sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 271-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda egallash. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda o'g'irlik yoki firibgarlik yo'li bilan egallash 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat ilgari giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib o'zlashtirish yoki rasrata qilish yo'li bilan talonchilik yo'li bilan mansab mavqeini suiiste'mol qilib ta'magirlik yo'li bilan ko'p miqdorda sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yo'li bilan jazolanadi. O'sha harakat o'ta xavfli retsidivist tomonidan uyushgan guruh yoki uning manfaatlarini ko'zlab bosqinchilik yo'li bilan sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 273-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ko'p bo'lmagan miqdorda qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish, shuningdek ularni ko'p bo'lmagan miqdorda qonunga xilof ravishda o'tkazish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qilmishlar ozginadan ko'proq miqdorda sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi yoki ikkinchi qismida nazarda tutilgan qilmishlar ilgari giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni o'tash joylarida, o'quv yurtlarida yoki o'quvchilar, talabalar tomonidan o'quv, sport va jamoat tadbirlarini o'tkazish uchun foydalaniladigan boshqa joylarda, telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni laboratoriyalarda yoxud o'zganing mulki hisoblangan vositalar va asbob uskunalardan yoki prekursorlardan foydalangan holda qonunga xilof ravishda tayyorlash yoki qayta ishlash, shuningdek bunday vositalarni iste'mol qilish yoki tarqatish uchun bangixonalar tashkil qilish yoki saqlash, shuningdek ushbu moddaning 2 yoki 3 qismidan nazarda tutilgan qilmishlar o'ta xavfli retsidivist tomonidan uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qilmishlarni sodir etgan shaxs o'z ixtiyori bilan aybini bo'yniga olish to'g'risida hokimiyat organlariga arz qilsa va giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni topshirsa, jazodan ozod qilinadi. 274-modda giyohvandlik vositalarini, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish yoki bunday moddalarni iste'mol qilishga jalb etish. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni targ'ib qiluvchi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida tayyorlash, xuddi shuningdek, ularni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish yoki reklama qilish, namoyish etish shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravardan 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 1 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yildan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan harakatlar maktabgacha ta'lim tashkilotlari, o'quv yurtlari hududida va talabalarning, o'quvchilarning yotoqxonalarida, bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida yoki talabalar, o'quvchilar tomonidan o'quv, sport yoki jamoat tadbirlarini o'tkazish uchun foydalaniladigan boshqa joylardan, shuningdek, ularga tutash hududlarda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 500 baravargacha miqdorda jarima yoki 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini, psixotrop yoki shaxsning aql idrokiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni har qanday shaklda iste'mol qilishga jalb etish 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 3-qismida nazarda tutilgan harakatlar: a. Ilgari giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan b. Ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joylarida v. 2 yoki undan ortiq shaxsga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 275-modda giyohvandlik vositalarini, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar ishlab chiqarish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzish. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni ishlab chiqarish, saqlash, hisobga olish, berish, tashish yoki jo'natishning belgilangan qoidalarini buzish. Bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravardan 50 baravargacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 276-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlar. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, egallash, tashish yoki jo'natish. Bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmishlar: a. Ko'p miqdorda, b. Ilgari giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatni sodir etgan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qilmishlarni sodir etgan shaxs o'z ixtiyori bilan aybini bo'yniga olish to'g'risida hokimiyat organlariga arz qilsa va giyohvandlik vositalarini
vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni topshirsa jazodan ozod qilinadi. 20-bob Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. 277-modda bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urish, do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish, ancha zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Bezorilik: A. Badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazib, B. Bir guruh shaxslar tomonidan V. Sovuq qurol yoki kishining sog'lig'i uchun amalda shikast yetkazilishi mumkin bo'lgan narsalarni qurol sifatida namoyish qilib, ularni qo'llash bilan qo'rqitib yoxud qo'llab. G. O'z mazmuniga ko'ra umum e'tirof etilgan axloq qoidalarini namoyishkorona mensimaslikda ifodalovchi o'ta ketgan behayolik bilan. D. Yosh bola, qariya, nogironligi bo'lgan shaxs yoki ojiz ahvoldagi shaxslarni xo'rlab. E. Ko'p miqdorda zarar yetkazib, birovning mulkini nobud qilib yoki unga shikast yetkazib sodir etilgan bo'lsa, 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bezorilik: A. Takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan. B. O'qotar qurolni namoyish qilib, uni qo'llash bilan qo'rqitib yoki qo'llab. V. Ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan vaqtda. G. Jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakili yoki jamoatchilik vakiliga yoxud bezorilik harakatlarining oldini olish chorasini ko'rgan boshqa fuqarolarga qarshilik ko'rsatib sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 278-modda qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazish. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar: A. Takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, B. Uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Voyaga yetmagan shaxsni qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga jalb qilish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan 50 baravargacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish yoki o'tkazish uchun telekommunikatsiya tarmoqlarida, shu jumladan internet jahon axborot tarmog'i provayderlari tomonidan xizmatlar ko'rsatish tegishli dasturiy ta'minotdan nusxa ko'paytirish, uni ko'paytirish, tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. 20-bob Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar. 278-modda axborotlashtirish qoidalarini buzish. Axborotlashtirish qoidalarini buzish, ya'ni belgilangan himoya choralarini ko'rmagan holda axborot tizimlarini, ma'lumotlar bazalari va banklarni axborotga ishlov berish hamda uni uzatish tizimlarini yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish hamda axborot tizimlaridan ruxsat bilan foydalanish fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. O'sha harakatlar juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. 278-modda kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish. Kompyuter axborotidan, ya'ni axborot hisoblash tizimlari
tizimlari tarmoqlari va ularning tarkibiy qismlaridagi axborotlardan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish. Agar ushbu harakat axborotning yo'q qilib yuborilishi, to'sib qo'yilishi, modifikatsiyalashtirilishi, undan nusxa ko'chirilishi yoxud uning qo'lga kiritilishiga elektron hisoblash elektron hisoblash mashinalari tizimi yoki ularning tarmoqlari ishining buzilishiga sabab bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. O'sha harakat a. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, b. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, v. xizmat mavqeyidan foydalangan holda, g. uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravardan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 278 prim 3-modda kompyuter tizimidan shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish. Himoyalangan kompyuter tizimidan shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish uchun maxsus dasturiy yoki apparat vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravargacha miqdorda jarima yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. O'sha harakatlar a. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, b. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, v. xizmat mavqeyidan foydalangan holda, g. uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 1 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. 278 prim 4-modda kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish. Kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish, ya'ni kompyuter tizimida saqlanayotgan axborotni qonunga xilof ravishda o'zlashtirish, unga shikast yetkazish, uni o'chirish, xuddi shuningdek, bila turib unga yolg'on axborotni kiritish fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar a. juda ko'p miqdorda zarar yetkazilgan holda, b. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, v. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 278 prim 5-modda kompyuter sabotaji. O'zganing kompyuter uskunasini yoki xizmatdan foydalaniladigan kompyuter uskunasini qasddan ishdan chiqarish, xuddi shuningdek kompyuter tizimini buzish, kompyuter sabotaji 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar a. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, b. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 278 prim 6-modda zarar keltiruvchi dasturlarni yaratish, ishlatish yoki tarqatish. Kompyuter tizimida saqlanayotgan yoki uzatilayotgan axborotni ruxsatsiz yo'q qilib yuborish, to'sib qo'yish, modifikatsiyalashtirish, undan nusxa ko'chirish yoki uni qo'lga kiritish maqsadini ko'zlab kompyuter dasturlarini yaratish yoki mavjud dasturlarga o'zgartirishlar kiritish, xuddi shuningdek maxsus virus dasturlarni ishlab chiqish, ulardan qasddan foydalanish yoki ularni qasddan tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki
2 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar: a. juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda, b. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, v. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, g. uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 278 prim 7-modda telekommunikatsiya tarmog'idan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish. O'rnatilgan himoya tizimlarini chetlab o'tgan holda telekommunikatsiya tarmog'idan foydalanish va xalqaro trafikni o'tkazish maqsadida telekommunikatsiya tarmog'idan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanish, shuningdek mazkur maqsadlar uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy yoki apparat vositalarini qonunga xilof ravishda ruxsatsiz saqlash va ularning faoliyat ko'rsatishi uchun sharoitlar yaratish, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravardan 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar: a. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, b. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, v. xizmat mavqeyidan foydalanib, g. uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 600 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 278 prim 8-modda kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish. Kriptoaktivlarni qonunga xilof ravishda olish, o'tkazish yoki ayirboshlash belgilangan tartibda litsenziya olmasdan kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini amalga oshirish yoxud kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari tomonidan anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravargacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar: a. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, b. ko'p miqdorda, v. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar: a. juda ko'p miqdorda, b. xizmat mavqeyidan foydalangan holda, v. uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tayyorgarlik ko'rilayotgan yoki sodir etilayotgan jinoyat haqida o'z ixtiyori bilan arz qilgan va uni ochishga faol yordam bergan shaxs javobgarlikka tortilmaydi. 278 prim 9-modda mayning faoliyatini qonunga xilof ravishda amalga oshirish, anonim kriptoaktivlar mayningi bilan shug'ullanish yoki belgilangan tartibni buzgan holda mayning faoliyatini amalga oshirish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yashirin mayningni amalga oshirish, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1 yoki 2 qismlarida nazarda tutilgan harakatlar: a. takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan, b. juda ko'p miqdorda, v. bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1 yoki 2 qismlarida nazarda tutilgan harakatlar: a. xizmat mavqeyidan foydalangan holda, b. uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tayyorgarlik ko'rilayotgan yoki sodir etilayotgan jinoyat haqida o'z ixtiyori bilan arz qilgan va uni ochishga faol yordam bergan shaxs javobgarlikka tortilmaydi. 7-bo'lim harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar. 21-bob bo'ysunish va harbiy sha'nga
rioya etish tartibiga qarshi jinoyatlar. 279-modda bo'ysunmaslik ya'ni buyruqni bajarishdan ochiqdan ochiq bosh tortish, shuningdek buyruqni boshqa tarzda qasddan bajarmaslik. 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish bilan jazolanadi. O'sha qilmish a. bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, b. og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 280-modda buyruqni bajarmaslik. Buyruqni ehtiyotsizlik orqasida bajarmaslik ko'p miqdorda zarar yetkazilishi yoki og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 2 yilgacha xizmat yuzasidan cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish bilan jazolanadi. O'sha qilmish jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 281-modda boshliqqa qarshilik ko'rsatish yoki uni xizmat vazifalarini buzishga majbur qilish. Boshliqqa, shuningdek, harbiy xizmat yuzasidan o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarayotgan boshqa shaxsga qarshilik ko'rsatish yoki uni mazkur vazifalarni buzishga majbur etish, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoxud 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar a. bir guruh shaxslar tomonidan, b. qurol ishlatib sodir etilgan bo'lsa, v. og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar jangovar vaziyatdan sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 282-modda boshliqni qo'rqitish. Jangovar vaziyatda boshliqni o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish. Bunday harakat amalga oshirilishi uchun yetarli asoslar mavjud bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 283-modda badanga shikast yetkazish. Boshliqni do'pposlash, uning badaniga yengil yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish. U harbiy xizmat yuzasidan o'z vazifalarini bajarganligi munosabati bilan yoki bajarayotgan vaqtda sodir etgan bo'lsa, 3 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Badanga og'ir shikast yetkazish, shuningdek, ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan harakatlar a. bir guruh shaxslar tomonidan, b. qurol ishlatib sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi yoki ikkinchi qismida nazarda tutilgan harakatlar jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 284-modda bo'ysunuvchining o'z boshlig'ini yoki boshliqning o'ziga bo'ysunuvchini haqorat qilishi. Bo'ysunuvchining o'z boshlig'ini, shuningdek boshliqning o'ziga bo'ysunuvchini haqorat qilishi shunday harakatlar uchun intizomiy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 285-modda bir-biriga tobe bo'lmagan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga oid ustav qoidalarini buzish. Bir-biriga tobe bo'lmagan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga oid ustav qoidalarini buzish, ya'ni muntazam xo'rlash, azob berish, sog'liqning buzilishiga sabab bo'lgan badanga yengil shikast yetkazish yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish, qonunga xilof ravishda ozodlikdan mahrum qilish, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoxud 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish a. bir guruh shaxslar tomonidan, b. qurol ishlatib sodir etilgan bo'lsa, v. badanga og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish odam o'lishiga sabab bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish a. odamlarning o'limiga, b. boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 286-modda maradyorlik, ya'ni halok bo'lganlarning yoki yaradorlarning buyumlarini jangovar vaziyatda egallash, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 22-bob harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar. 287-modda harbiy qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketish. Muddatli harbiy xizmat
harbiy xizmatchisining harbiy qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketishi, shuningdek harbiy qismdan qisqa muddatga ruxsat berilganda, boshqa xizmatga tayinlanganda yoki boshqa xizmat joyiga o'tkazilganda, xizmat safaridan отпускадан yoki davolash muassasasidan uzrli sabablarsiz bir kecha kunduzdan ortiq, lekin 10 kecha kunduzdan ko'p bo'lmagan muddat davomida xizmat joyida hozir bo'lmasligi, shunday qilmishlar uchun intizomiy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Muddatli harbiy xizmatchisi ofitserlar tarkibida bo'lgan shaxs yoki harbiy xizmatni kontrakt shartnoma bo'yicha o'tayotgan harbiy xizmatchining qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketishi, shuningdek uzrli sabablarsiz belgilangan muddatdan 10 kecha kunduzdan ortiq, lekin 1 oydan ko'p bo'lmagan muddat davomida xizmat joyiga yetib kelmasligi, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Harbiy qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketish, shuningdek xizmatga belgilangan muddatdan uzrli sabablarsiz 1 oydan ortiq vaqt ichida yetib kelmaslik ushbu moddaning 2-qismida ko'rsatilgan shaxslar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddada nazarda tutilgan qilmishlar jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, muddatdan qat'iy nazar 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 288-modda Dezertirlik, ya'ni harbiy xizmatdan butunlay bo'yin tovlash maqsadida harbiy qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketish, shuningdek shu maqsadda xizmat joyiga yetib kelmaslik 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish ofitserlar tarkibida bo'lgan shaxs yoki harbiy xizmatni kontrakt shartnoma bo'yicha o'tayotgan harbiy xizmatchi tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 289-modda halok bo'layotgan harbiy kemani tashlab ketish. Halok bo'layotgan harbiy kemani o'z xizmat vazifalarini oxirigacha bajarmagan komandir tomonidan, shuningdek komandirning tegishli farmoyishi bo'lmasdan kema komandasi tarkibidagi shaxs tomonidan tashlab ketilishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 290-modda o'zining biror a'zosini mayib qilish yo'li bilan yoki boshqa usuldan harbiy xizmatdan bo'yin tovlash. O'zining biron a'zosini mayib qilish, ya'ni harbiy xizmatchining o'z badaniga biror shikast yetkazish yo'li bilan, shuningdek o'zini yolg'ondan kasallikka solib hujjatlarni qalbakilashtirish yoki boshqacha aldash yo'li bilan harbiy xizmat vazifalarini bajarishdan bo'yin tovlashi yoki bu vazifalarni bajarishdan bosh tortishi, 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 291-modda qorovul xizmatini o'tash qoidalarini buzish. Qorovul soqchilik xizmati ustav qoidalarini qorovul tarkibiga kirgan shaxs tomonidan zararli oqibatlar keltirib chiqaradigan tarzda buzish basharti mazkur qorovul bunday oqibatlarning oldini olish uchun tayinlangan bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoxud 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish: a. badaniga og'ir shikast yetkazilishiga, b. odam o'lishiga va boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 292-modda ichki xizmatni o'tash yoki garnizonda patrullik qilish qoidalarini buzish. Ichki xizmat ustavi qoidalarini, shuningdek garnizonda patrullik qilish qoidalarini zararli oqibatlar keltirib chiqaradigan tarzda buzish, tegishli xizmat bunday oqibatlarning oldini olish uchun tayinlangan bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 293-modda jangovar navbatchilikni o'tash qoidalarini buzish. Jangovar navbatchilikni o'tash jangovar xizmat qoidalarini buzish, qo'riqlanayotgan obyektlarga zarar yetkazilishiga yoki jangovar topshiriq bajarilmay qolishiga sabab bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'sha qilmish O'zbekiston Respublikasiga to'satdan qilingan hujumni o'z vaqtida payqamaganlik yoki daf etmaganlikda ifodalansa, shuningdek, og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 294-modda chegara xizmatini o'tash qoidalarini buzish. Chegarachilar naryadi tarkibida bo'lgan shaxsning chegara xizmatini o'tash qoidalarini buzishi, chegaraning daxlsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish: a. qonunga xilof ravishda chegaradan o'tishga, b. boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 23-bob harbiy mulkni saqlash yoki undan foydalanish tartibiga qarshi jinoyatlar. 295-modda harbiy mulkni behuda sarflash, yo'qotish yoki ishdan chiqarish. Harbiy mulkni behuda sarflash, ya'ni muddatli harbiy xizmatchisining shaxsan o'zi foydalanishi uchun berilgan harbiy aslaha anjomlarini sotishi, foydalanish uchun birovga berishi yoki garovga qo'yishi, 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Xizmatda foydalanish uchun ishonib topshirilgan qurol, o'q-dori, harakat qilish vositalari, texnika ta'minoti buyumlarini saqlash qoidalarini buzish natijasida ularni yo'qotish yoki ishdan chiqarish, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning birinchi yoki ikkinchi qismida nazarda tutilgan qilmishlar jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 296-modda harbiy mulkni nobud qilish yoki unga shikast yetkazish, qurol, o'q-dori, harakat qilish vositalari, harbiy texnika yoki boshqa harbiy mulkni qasddan nobud qilish yoki unga shikast yetkazish, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 1 yilgacha intizomiy qismga yuborish yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. 297-modda atrofdagilar uchun katta xavf manbai bo'lgan qurol-yarog', shuningdek, modda va buyumlar bilan muomalada bo'lish qoidalarini buzish. Atrofdagilar uchun katta xavf manbai bo'lgan qurol-yarog', shuningdek, o'q-dori, portlovchi, radioaktiv yoki boshqa moddalar va buyumlar bilan muomalada bo'lish qoidalari buzish badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish: a. 2 yoki undan ortiq shaxsning badaniga o'rtacha og'ir shikast yetkazilishiga, b. og'ir shikast yetkazilishiga va odam o'lishiga sabab bo'lsa, 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish: a. odamlar o'limiga, b. boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 298-modda mashinalarni boshqarish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzish. Jangovar maxsus yoki transport mashinalarini boshqarish yoxud ulardan foydalanish qoidalarini buzish badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lsa, 2 yilgacha xizmat bo'yicha tekshirish yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish odam o'lishiga sabab bo'lsa, 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish: a. odamlar o'limiga, b. halokatga v. boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 299-modda uchish yoki uchishga tayyorgarlik ko'rish qoidalarini buzish. Uchish yoki uchishga tayyorgarlik ko'rish qoidalarini, shuningdek, uchish apparatlaridan foydalanish qoidalarini buzish, halokat yuz berishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 300-modda kemani boshqarish qoidalarini buzish. Kemani boshqarish qoidalarini buzish, kemaning halokatiga uchrashiga yoki unga jiddiy shikast yetkazilishiga, odamlar halok bo'lishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 24-bob harbiy mansabdorlik jinoyatlari. 301-modda hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi,
boshliq yoki boshqa mansabdor shaxsning o'z hokimiyat yoki xizmat mavqeini suiiste'mol qilishi, hokimiyat yoki xizmat vakolati doirasidan chetga chiqishi, shuningdek hokimiyat harakatsizligi, qurolli kuchlarning manfaatlariga, harbiy xizmatchi yoki boshqa fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, 3 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmishlar badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazib sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmishlar a. odam o'lishiga, b. boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddada nazarda tutilgan qilmishlar jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 302-modda xizmatga sovuqqonlik bilan qarash. Boshliq yoki boshqa mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifalariga nisbatan pala-partish yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lishi tufayli bu vazifalarni bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi ko'p miqdorda zarar yetkazilishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 3 yilgacha xizmat bo'yicha cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish jangovar vaziyatda sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 8-bo'lim. Atamalarning huquqiy ma'nosi. Ancha miqdor. Bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 300 baravarigacha bo'lgan miqdor. Ancha miqdordagi zarar. Bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 300 baravarigacha bo'lgan miqdordagi zarar. Boshqa huquqiy ta'sir chorasi. Jazo hisoblanmaydigan, lekin ushbu kodeksda nazarda tutilgan chora voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan majburlov choralari, tibbiy yo'sindagi majburlov choralari. Valyuta operatsiyalari. Valyuta qimmatliklariga mulk huquqining birovga o'tishi bilan bog'liq operatsiyalar, shu jumladan tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda chet el valyutasidan, shuningdek O'zbekiston Respublikasi pul birligida to'lov vositasi sifatida foydalanish bilan bog'liq operatsiyalar, valyuta qimmatliklarini chet eldan O'zbekiston Respublikasiga keltirish va jo'natish, shuningdek ularni O'zbekiston Respublikasidan chetga olib chiqish va jo'natish, xalqaro miqyosda pul o'tkazish operatsiyalari. Valyuta qimmatliklari. Chet el valyutasi, chet el valyutasidagi qimmatli qog'ozlar, fond boyliklari, aksiya, obligatsiya va boshqalar, chet el valyutasi bilan to'lanadigan to'lov hujjatlari, cheklar, veksellar, akkreditiv va boshqalar, har qanday ko'rinish va holatdagi qimmatbaho metallar, oltin, kumush, platina va platina guruhiga kiruvchi metallar, palladiy, iridiy, radiy, ruteniy va osmiy, shunday metallardan yasalgan zargarlik va boshqa ro'zg'or buyumlari hamda ularning rezgilari bundan mustasno. Xom ashyo yoki ishlov berilgan holatdagi tabiiy qimmatbaho toshlar, olmos, yoqut, zumrad, sapfir, aleksandritlar, shuningdek marvaridlar, shunday toshlar hamda ularning rezgilaridan yasalgan zargarlik va boshqa ro'zg'or buyumlari bundan mustasnodir. Giyohvandlik vositalari. Giyohvandlik vositalari ro'yxatga kiritilgan va O'zbekiston Respublikasi nazoratga olinadigan kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalar tarkibida giyohvandlik moddasi mavjud bo'lgan preparatlar va o'simliklar. Giyohvandlik vositalarining analoglari. Kimyoviy tuzilishi va xossalariga ko'ra giyohvandlik vositalariga o'xshash bo'lgan ular singari ruhiyatga faol ta'sir etadigan kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalar. Giyohvandlik vositalari ularning analoglari yoki psixotrop moddalar bilan qonunlarga xilof ravishda muomalada bo'lishdagi ko'p miqdor tegishli davlat organi tomonidan belgilanadi. Giyohvandlik vositalaridan, ularning analoglaridan yoki psixotrop moddalardan qonunga xilof ravishda foydalanishdagi ozginadan ko'proq miqdor tegishli davlat organining xulosasiga muvofiq belgilanadi. Davlat ishtirokidagi tashkilot.
Birinchi, ustav fondidagi ustav kapitalidagi davlat ulushi miqdori 50% dan ortiq bo'lgan yoxud ustav fondidagi ustav kapitalidagi davlat ulushi miqdori xo'jalik jamiyatining boshqa har bir aksiyadori ishtirokchisi ulushiga nisbatan ko'p bo'lgan tijorat tashkiloti. Ikkinchi, to'liq yoki qisman davlat organi yoki davlat tashkilotlari tomonidan tashkil etilgan yoki ta'sis etilgan notijorat tashkilot. Davlat siri oshkor etilishi respublika harbiy iqtisodiy salohiyatining sifat holatiga salbiy ta'sir etishi yoki O'zbekiston Respublikasining mudofaa qobiliyati, davlat xavfsizligi, iqtisodiy va siyosiy manfaatlari uchun boshqa og'ir oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar. Davlat sirlari davlat tomonidan qo'riqlanadigan va maxsus ro'yxatlar bilan cheklab qo'yilgan o'ta muhim, mutloq, maxfiy va maxfiy harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy va boshqa ma'lumotlardir. O'zbekiston Respublikasining davlat siri davlat harbiy va xizmat siriga bo'linadi. Juda ko'p zarar. Bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari va undan ortiq bo'lgan miqdordagi zarar. Juda ko'p miqdor. Bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravaridan 500 baravari va undan ortiq bo'lgan miqdor. Zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulot, tarixiy, ilmiy, badiiy qimmatga yoki o'zga madaniy qimmatga ega bo'lmagan zo'ravonlik yoki shafqatsizlik sodir etishga undaydigan materiallar va narsalar. Katta ekin maydoni, 1000 kvadrat metr va undan ortiq bo'lgan ekin maydoni, ko'p bo'lmagan zarar. Bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 100 baravarigacha bo'lgan miqdordagi zarar. Ko'p miqdor. Bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 500 baravarigacha bo'lgan miqdor. Ko'p miqdordagi zarar. Bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravardan 500 baravarigacha bo'lgan miqdordagi zarar. Ko'pchilik uchun xavfli usul: o't qo'yish, portlatish, suv bostirish va odamlar halok bo'lishi yoki ko'p miqdorda zarar yetkazish xavfini tug'diradigan boshqa usullar. Mansabdor shaxs doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat organlarida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'iy nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy boshqaruv, ma'muriy xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shuningdek xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs. Odamlardan foydalanish, boshqa shaxslarning fohishaligidan foydalanish yoki ulardan shahvoniy foydalanishning boshqa shakllari, majburiy mehnat yoki xizmatlar, qullik yoki qullikka o'xshash odatlar, erksiz holat yoxud inson a'zolari yoki to'qimalarini ajratib olish, oldindan ayon bo'lish, qonunda bayon etilgan xulq-atvor va shart-sharoitlarga munosabat va bu munosabatning shaxs ulardan xabardorligidan dalolat berishi, oldindan til biriktirish, jinoyat ishtirokchilari o'rtasida jinoyat sodir etish yoki jinoyat faoliyati bilan shug'ullanish to'g'risida bunday harakatlarni amalga oshirishdan avval kelishib olish. Prekursorlar ro'yxatiga kiritilgan va O'zbekiston Respublikasida nazoratga olinadigan giyohvandlik vositalarini, ularning analoglari va psixotrop moddalarni tayyorlash uchun foydalaniladigan moddalar. Poraxo'rlik, pora olish, pora berish yoki bu jinoyatlarda vositachilik qilish. Pornografik mahsulot, pornografik asar, shuningdek badiiy qimmatga ega bo'lmagan va ilmiy, tibbiy yoki o'quv maqsadlari uchun mo'ljallanmagan odam jinsiy a'zolarini yoki odam tomonidan haqiqatda sodir etilayotgan yoki shunga o'xshatilgan yoxud kompyuter texnologiyalari yordamida yaratilgan jinsiy aloqaning tavsifini yoki foto-video tasvirini yoki boshqa tasvirlarni o'z ichiga olgan materiallar va narsalar. Psixotrop moddalar ro'yxatiga kiritilgan va O'zbekiston Respublikasida nazoratga olinadigan kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalar, radioaktiv materiallar,
qurilmada yoki buyum tarkibida har qanday fizik holatda yoyinki boshqa ko'rinishda turgan ion nurlari tarqatuvchi manbalar, radioaktiv moddalar yoki radiomateriallari. Tamom bo'lgan jinoyat muayyan jinoyat tarkibining barcha zarur alomatlarini o'z ichiga oladigan ijtimoiy xavfli qilmish. Tamom bo'lmagan jinoyat shaxsga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra yoki jinoyat qilishdan ixtiyoriy ravishda qaytish tufayli oxiriga yetkazilmay qolgan jinoyat. Fuqaroligi bo'lmagan shaxs biror bir davlatning fuqarosi, yuridik maqomga ega bo'lmagan jismoniy shaxs. Xizmat siri oshkor qilinishi O'zbekiston Respublikasi manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan fan, texnika, ishlab chiqarish va boshqaruv sohalariga doir ma'lumotlar. Xizmatchi davlat organida, tijorat notijorat tashkilotlarida mehnat shartnomasi yoki fuqarolik huquqiy shartnoma asosida mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi mansabdor shaxs, alomatlariga ega bo'lmagan shaxs, xo'jalik yurituvchi subyekt, mulk shaklidan qat'iy nazar korxonalar va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolar. Chet el valyutasi 1. Tegishli chet el davlatning muomalasida bo'lgan va qonuniy to'lov vositasi hisoblangan, shuningdek muomaladan chiqarilgan yoki chiqarilayotgan lekin O'zbekiston Respublikasining pul belgisi bilan almashtirilishi lozim bo'lgan banknot tarzidagi chet el pul belgisi. 2. Chet el davlatlarining pul birliklarida va xalqaro hisob-kitob birliklaridagi счетlar va omonatlardagi mablag'lar. Chet el fuqarosi biron bir chet el davlat fuqarosining yuridik maqomga ega bo'lgan shaxs, yaqin qarindoshlar, qarindosh yoki quda tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-ona, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillari. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yuridik maqomga ega bo'lgan shaxs. O'rtacha kattalikdagi ekin maydoni 250 kvadrat metrdan 1000 kvadrat metrgacha bo'lgan ekin maydoni. Qilmish, harakat yoki harakatsizlik, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yin. O'yin tashkilotchisi, o'yin muassisi tomonidan bir yoki undan ortiq ishtirokchilar bilan tasodifga, voqeaga yoki o'yin ishtirokchisining qobiliyatli epchilligi va boshqa sifatlariga bog'liq yutuq to'g'risida tuzilgan tavakkalchilikka asoslangan bitimga muvofiq o'yin tashkilotchilari va ishtirokchilarining xatti-harakatlari majmuini nazarda tutuvchi o'yin, shu jumladan totalizatorlar, kazino, shuningdek o'yin avtomatlaridan foydalaniladigan o'yin. G'arazgo'ylik niyatlari sodir qilingan jinoyatdan moddiy yoki boshqacha mulkiy yo'sindagi foyda olish yoxud moddiy xarajatlardan qutulishga intilishda ifodalangan niyat. Harakat shaxsning ijtimoiy xavfli ongli va faol xulq-atvori. Harakatsizlik shaxsning normativ hujjatlarda bajarilishi shart qilib belgilangan muayyan harakatlarini bajarmaslikda ifodalangan ijtimoiy xavfli ongli va sust xulq-atvor. Harbiy jinoyatlar. Harbiy xizmatchilar, shuningdek harbiy mashqni o'tash davrida harbiy xizmatga majbur shaxslar tomonidan harbiy xizmatni o'tashning belgilangan tartibiga qarshi qilingan jinoyatlar. Harbiy sir oshkor qilinishi O'zbekiston Respublikasi mudofaa qobiliyati, davlat xavfsizligi va qurolli kuchlari uchun og'ir oqibatlar keltirib chiqarilishi mumkin bo'lgan harbiy yo'sindagi ma'lumotlar. Hokimiyat vakili davlatning biror bir hokimiyat organining nomidan ish ko'rib, muayyan vazifalarni doimiy yoki vaqtincha amalga oshiruvchi va o'z vakolatlari doirasida ko'pchilik yoxud barcha fuqaro yoki mansabdor shaxslar uchun majburiy bo'lgan harakatlarni sodir etish yoki farmoyishlar berish huquqiga ega bo'lgan shaxs. Hujjat huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan fakt va voqealarni tasdiqlovchi lozim darajada tuzilgan va zaruriy rekvizitlari, shtamp, imzo, muhr, sanad, tartib raqami mavjud bo'lgan yozma hujjat. Kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan qonunga xilof ravishda
muomalada bo'lishdagi yoki tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori tegishli davlat organi tomonidan belgilanadi. Tijorat maqsadi jismoniy yoki yuridik shaxslar tomonidan muayyan faoliyatda foyda yoki daromad olishga qaratilgan maqsad. Kriptoaktiv ma'lumotlarning taqsimlangan reyestridagi raqamli yozuvlar yig'indisini ifodalaydigan qimmatli va egasiga ega bo'lgan mulkiy huquq. Mining hisoblash operatsiyalarini amalga oshirish orqali ma'lumotlarning taqsimlangan reyestrini saqlash, bloklarni yaratish va ularning yaxlitligini tasdiqlash faoliyati.